Do'stlar, bugun sizlar bilan Artify serverida eng tez va eng oson pul topish yo'lini o'rgataman. Hamma biladi, kitobxon, ya'ni kitobchi Villager bizga juda ham kuchli bo'lgan sehrli kitoblarni sotadi va biz shu orqali juda ham katta pullarni ishlaymiz. Hozir sizlarga buni qanday qilishni o'rgataman. Ko'rib turganlaridek Unbreaking 3 sehri do'stlar 29 emerald va bu juda qimmat hisoblanadi do'stlar. 29 emerald sotib olish bu ahmoqlik. Chunki bilasizlar, emerald topish juda qiyin. Emerald topishning eng oson usuli bu tayoqchalar sotish va siz bir dunyo o'tinlarni chopishingiz kerak bo'ladi. Bitta topish uchun, ya'ni siz bitta kitob sotib olish uchun juda ham ko'p tayoqchalar sotishingiz kerak. Lekin biz umuman boshqa yo'ldan foydalanamiz. Bu umuman foydasiz yo'l hisoblanadi. Biz uni o'rniga Villagerni zaharlab, so'ng Villagerga aylantiramiz. Va bu orqali narxni anchagina pasaytirsak bo'ladi va biz shu orqali juda ham kam emeraldlar evaziga juda ham ko'p kitoblar olib sotsak bo'ladi. Mana do'stlar, biz zombiga aylantirib oldik. Endi buni yo'qotamiz. Va biz weakness va oltin olma orqali biz uni keltirsak bo'ladi. Buni yasashni ham ko'rsataman. Menimcha hamma biladi. Bunaqa weakness tanlamasini yasashni birozgina qidirib topsangiz, yana birozgina harakat qilsangiz, bemalol yasay olasiz. Va biz kutamiz. Ko'rib turganingizdek, narxlar juda ham arzonlashgan. Do'stlar, bitta emerald va 4 ta kitobga endi Unbreaking 3 sehrini sotyapti. Endi bizani bitta muammo qoldi, bu kitob yasash. To'g'ri, kitob yasash uchun bizga teri kerak, lekin unda ham muammo yo'q, chunki bizda spawnerlar bor, ya'ni co-spawner bilasizlar, Artify serverida juda ham arzon. Bir kecha AFK qilsangiz, bemalol 2 ta yoki 3 ta spawner sotib olsangiz bo'ladi va bizda co-spawner muammosi ham hal bo'ldi. Endi bizga shakar qamish kerak. Shakar qamish ham unchalik ham muammo emas, sizlarga keyin videoda ko'rsataman. Endi bizda do'stlar arzimagan pulga juda ham ko'p Unbreaking 3 sotib olsak bo'ladi va uni har bittasini 15 mingdan 18 minggacha sotsak bo'ladi. Ya'ni u bozorda o'rtacha Unbreakinglar do'stlar 20-25 atrofida. Chunki Unbreaking 3 juda ham foydali hisoblanadi, ya'ni u sizning aslahangizni 3 karra mustahkam qiladi. Va biz Villagerga eksperiment uchun rahmat aytamiz va bo'lmasam videomizning asosiy qismini boshlaymiz. Mana do'stlar, men qishloqqa ham kelib oldim. Bizning videosimizga juda ko'p qishloq kerak bo'lgani tufayli men mana shu qishloqni topdim. Ya'ni video uchun shu qishloqni topdim. Bo'lmasam biz baza qurishdan boshlaymiz. Bazani do'stlar suv tagiga quramiz. Ya'ni ko'l tagiga, chunki topish juda ham qiyin bo'lishi uchun biz ko'l tagi qurishimiz kerak. Bilasizlar, ko'p odamlar free cam degan ilova ishlatishadi. Bu ilova sizni personajni xohlagan joyga ko'rsata oladi. Ya'ni personajdan chiqib yerdagilarni xohlagan joylarni ko'ra olishingiz mumkin va shu ilovalarni ishlaydigan odamlar, ya'ni ishlatadiganlar ko'pchiligi suv tagini ko'rmaydi, ya'ni suv tagini ko'rmasdan ketadi va bu bizga uchun foyda. Menimcha mana shu eng o'rtasi va men pastga qazishni boshlayman. Va yana bir gap aytmoqchiman. Ya'ni men bu videoni olishimdan avval menda baza bor edi, ya'ni o'sha qishloqlar bilan biznes qilyotgandim. Sharpness, Unbreaking, Mending, Looting va shunga o'xshash anaqalar mening kitoblarni, ya'ni shunga o'xshash kitoblarni men sotayotgandim, lekin meni bazamni topib olishdi va qulatib ketishdi. Endi yana boshqadan quramiz. Ya'ni biz sizlarga noldan qanday qurganimni ko'rsataman bu videoda. Biz qancha topganmiz, har bir narxdan qanday sotsa bo'ladi, sotish strategiyalari, tezroq sotish strategiyalari hamma narsani sizlarga o'rgataman. Bo'lmasam biz qazishni boshlaymiz baza uchun. Bedrockga ham kelib qolibmiz. Bir ikkita blok tepadan qo'yib sheydan boshlaymiz bo'lmasam baza qurishni. Do'stlar, men yangi tekstura pak tortdim, lekin men videoda ko'rgandek emas ekan bu narsa. Menimcha boshqa narsasiga o'zgartirishimiz kerak tekstura pakni. Mana yana topdim tekstura pak. Bu safar boshqacharoq, faqat PvP ga qilingan, ya'ni PvP uchun moslashtirilgan. Menga to'g'risi yoqmadi, mayli. O'zimning tekstura pakimni yo'qotib qo'ydim do'stlar, juda ham zo'r edi o'shasi. Mayli, mashinada chicha o'ynab turaveramiz.
Mana do'stlar, villagerni olib kirish uchun tunnel ham tayyor. Endi bitta ish villagerlarni shu yerga olib kelish qoldi. Men tepaga teleport qilaman va villagerlarni qayoqqa olib kelishni boshlayman. Birinchi ikkita villagerni ham olib kirib oldik va endi qolganlarini olib kiramiz. Do'stlar, men o'zimni tekstura pakimni topdim, ya'ni o'zim yaxshi ko'rgan tekstura pak. Men buni yo'qotib qo'ygan edim, topa olmayman deb o'ylagandim, lekin mana topdim. Bu juda ham tiniq, ya'ni hech qanday teksturalar qo'shmaydi, ya'ni totemlaringizni kichraytirib o'ynashingiz ancha qulay qilib qo'yadi. Hop, buni katta o'zgartirishlar qilmaydi, menga shunisi kerak. Bu Blast Protection 2 sotar ekan, bu esa umuman keraksiz narsa. O'ziga Blast Protection 4 kerak. X emas, bo'lmasam men bu yerda biroz tartibga keltirib, bir g'orga o'xshatmasdan bir yashaydigan bazaga o'xshataman. Biroz hamma yo'q bardak bo'lib yotibdi. Hozir inventorda hamma narsalarni tartibga joylab, keyin yana davom etamiz. Villagerlarni olib kelishdi.
villagerlarni ham olib kirib oldik. Endi yana qiladigan ishimiz bu yerni yopib tashlash. Bo'lmasam do'stlar, bu yer juda ham ochiq bo'lib ketgan, ya'ni любой odam Freecam ilovasida shunday pastga qarasa ko'rinadi, ya'ni biz kelgan, ya'ni biz pastga tushgan yo'llar ko'rinadi. Shuning uchun, ya'ni ko'rinmasligi uchun biz mana shu yo'llarni yopib tashlashimiz kerak. Bizda materiallar tugadi, ya'ni yopib tashlash uchun bloklar qolmadi. Endi qani ko'raylikchi, ko'rinarmikan bizning baza. Menimcha ko'rinmayapti. Lekin ancha pastroqqa tushsa-chi. Qani? Umuman ko'rinmayapti-yu. Qani? Demak, biz yaxshi bekitganmiz. Hattoki o'zim ham topa olmayapman. Juda ham zo'r. Bo'lmasam uyga qaytamiz. Negadir mana bu villager juda ham notinch. Buni yoniga yotoq bilan kasb olib boraychi qani. Villagerni bunday o'zini tutishi biz uchun minus albatta, chunki bunday villagerlar hech qanday kasb olmaydi va umuman ko'paymaydi ham. Agar kasbga kirmasa, biz buni o'ldirib yuborishga majbur bo'lamiz. Endi biz bu joyni kengaytirib, hamma narsalarimizni taxlashimiz kerak. Ya'ni sandiqlarga solishimiz kerak hamma narsani. Bo'lmasam kengaytirishni boshladim. Kengaytirib ham bo'ldim. Endi ko'pgina sandiqlar yasab hamma narsani joylaymiz. Bizani orderimiz ham kelibdi. Qani ko'raychi, nimalar ekan. Kaktus, 13 ta va yana nima? Taxta, yana kaktus. Menimcha bo'ldi, boshqa orderlar yo'q. Bo'lmasam davom etamiz, tartiblashdi hamma yo'lda. Hamma yo'lda joyiga qo'yib bo'ldik. Endi biz aniqladigan ishimiz qani tashqi tomondan bozamiz qanaqa ko'rinadi. Qani topishga osonmi yoki yo'q? Bir ko'rib chiqamiz. Menimcha baza ko'rinadi. Har qanday Freecam ilovasida payqasa bo'ladi, ya'ni ham chuqurga tushib albatta. Agar tepadan shunchaki qaralsa, menimcha ko'rinmaydi. Chunki mana juda ham ko'p g'orlar bor. Mana shu g'orlar bazamizni to'sib qo'yadi. Do'stlar, men nima topganimni bilasizlarmi? Trial chamber. Biz endi trial chamberda juda ko'p lootlar qilsak bo'ladi. Hali bunga ham kelamiz. Avval bazani yaxshilab qurib olsak bo'ldi. Hozircha buni metga qilib qo'yaman. Men spawner ham topganman. Mana bu yerga ham hali quramiz. Ferma spawn, ya'ni skeleton spawn ferma. Bu yerdan katta koridor qilamiz, ya'ni mana shu asosiy koridor bo'ladi. Mana shu koridordan boshqa xonalarga o'tiladi. Bo'lmasam men emerald zakaz qilib qo'yaman, ya'ni emerald zakaz qilganimdan keyin kitoblar sotib olib, shunga bemalol biznesimizni boshlasak bo'ladi.
Mana villagerxona ham qurildi. To'g'ri bitmadi, lekin qurildi. Endi men bularga weakness avanasini tayyorlab, villagerlarni zombiga aylantirishim kerak va shunda ular super darajada narxni arzonlashtiradi. Mana shu villagerlarni endi zombini oldiga olib kelib, ularni zombiga aylantiraman. Qanaki? Bu yerga sig'amanmi? Yo'q, sig'mayman. Bo'lmasam bu yerdan joy ochib, o'zimga shu yerdan o'tishim kerak baribir. Qani, bu yoqqa ketchi. Menga arqon uzun. Qani. Item frame'ni tushirib olibdi. Joy qo'yib qo'yish kerak va davom etamiz. Menimcha shu masofa yetadi va endi keyingi qishloqni olib kelamiz. Va shu narsani qayta qilaveramiz, qishloqlar tugamaguncha. Endi danamani sachib, oltinlarni berishni boshlaymiz. Ana, endi men buni yonida turaman, chunki qaysidir bittasi yana qayta qishloqqa aylansa, boshqa zombilar yana uni urib, yana zombiga aylantirib qo'yadi. Lekin bu yerda tursam, ular hech qanday qishloqqa tegishmaydi, chunki butun hayoli menda turishadi. Bo'lmasam, men buni ovozini pasaytirib, biroz kutaman. Yana bitta qoldi va u ham bo'ldi. Endi bularni hammasini joyiga qo'yib chiqaman va ko'rasizlar, hamma narsa super darajada arzon bo'ladi. Va men endi Blast Protection topmagunimcha ularni o'zgartiraveraman kasbini. Ya'ni sotadigan mahsulotini. Bo'lmasam boshladim. Mana topildi. Blast Protection tur. Endi men ko'pgina kitoblar buyurtma qilib, buni sotib olaman. Ya'ni xaridni saqlab qo'yish uchun. Bo'lmasam, u o'zgartirib yuborishi mumkin. Menda order limiti tugagan ekan, shuning uchun bitta narsalarni bekor qilaman. Va yana kitobni order qilishni boshlayman. Orderlarim kelguncha men o'zimdagi bor shakar qamishlardan kitob yasayman. To'g'ri, hammasidan emas, chunki bizda shakar qamish firmaga qolishi kerak. Endi cho'paylarni sotib biroz pul ishlaymiz. Nimaga ishlamayapti? Haligi savdoni saqlab qolish uchun biza bir marta bo'lsa ham sotib olishimiz kerak. Blast Protectionda
kitobchadan saqlab olish uchun. Ana sotib ham oldik. Endi uni auksionga 79 mingga qo'yib ko'ramiz. Endi ko'ramiz qani qancha vaqtda sotib olarkan. Agar sotilmasa, narxni arzonlashtiramiz. Endi daraxt uchun tepaga chiqmasligimiz uchun, ya'ni daraxt qazishga tepaga chiqmasligimiz uchun biza mana shu yer tagida katta joy ochib qo'yamiz. Ya'ni o'sha yerda, ya'ni yer tagini o'zida daraxt chopib, cho'paklarni sotib pul ishlayveramiz.
Daraxt o'stirish xonasi tayyor. Endi uni chopamiz. Endi yana ham kengaytiramiz, ya'ni bu shunday katta daraxtlarni ketma-ket o'stira oladimi? Agar o'stirib olganda juda ham ko'p vaqtimiz tejalardi. Menimcha yana ham balandroq qursak, kamroq bo'yin bilan o'sadi. Nimagadir internet ishlamay qolyapti. Juda ham pin kod talashib ketyapti. O'ynash juda ham qiyin. Qachon endi olarkin bu blokni? Endi hamma joyga daraxt ekib sinab ko'ramiz. Mana shunday davom etamiz, chekkalarga daraxt ekib. Demak, bunisi umuman o'smaydi ekan. Demak, mana shu yergacha ekan daraxtlar. Baribir o'smadi. Mana bu yerlarga yorug'lik qo'ysakchi, balkim o'sar. Mana bu yerlarda yorug'lik yo'q bo'lganligi uchun o'smayotgandir balkim. Bo'ldimi, qo'ydimmi? Menimcha qo'ydim. Yana qo'yib unib ko'ramiz. Yo'q, baribir o'smadi. Kerak emas. Shuncha daraxt yetadi. Endi villagerlar bilan savdo qilib, pul ishlashni boshlaymiz. Mana do'stlar, men hammasini sotdim, ya'ni hammasini auksionga qo'ydim. Endi ularni sotilishini kutamiz. O'ylaymanki, hammasi sotiladi. Do'stlar, mana biroz vaqt ham o'tdi va balansimda 400 dan oshiq pul bor va ko'p kitoblarim do'stlar sotildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Почти hamma kitoblar sotildi va men yana qo'ydim va bu qaytarilganlari, ya'ni sotilmaganlari. Men bunlardan juda ko'p kitob qo'ygandim, lekin ko'pchilik sotilmadi. Bularning narxini yana ham o'zgartirib, ya'ni auksiondagi narxlardan biroz pasaytirib, yana bularni sotamiz. Ha, yana bir gap, bizga Villager Breeder kerak, chunki biza ko'proq kitob sotishimiz uchun, ya'ni har xil kitoblarni sotishimiz uchun bizga ko'proq Villager kerak va men hozir Villager Breeder quraman.
mana eng oxirgi joyini ham bo'ldik. Endi bemalol injillarni ko'paytirsak bo'ladi. Yorug'lik yaxshi. Mana bir kun ham o'tdi va mening balansimda 1 milliondan oshiq pul bor va bu mening hamma kitoblarim sotilganligidan darak beradi. Demak, biza bu biznesdan katta foyda oldikmi? Oldik va bizada bor yo'q mana shuncha villagerlar bor xolos. Ya'ni unchalik ham ko'p emas va mana shu jicha villager bilan biza kuniga 1 million ishlab topdik. Demak, bu villagerlarni ko'paytirsak va yana ham kengaytirsak, kuniga 5 milliongacha ishlab topishimiz ham mumkin. Demak, bu biznes o'xshadimi? O'xshadi va bizaga endi keyingi videolarimizda nima qilishimizni aytasizlar va mana bu bizani personaj, ya'ni ikkinchi akkauntim bizaga sotishga yordam beradi. Agar meni auksionda limitim tugab qolsa, mana shu akkauntni sotaman va mana shunaqasiga ko'proq kitob sotsam bo'ladi. Ya'ni buni sizlarga ham maslahat beraman. Afsuski videomiz shu yerda tugaydi va oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat va keyingi videolarda nimalar qilishimiz, qanday ferma qurishimizni kommentariyada yozib keting va sizlardan bitta narsani so'rayman. Do'stlar, sizlarning obunangiz va har bir laykingiz men uchun juda ham muhim hisoblanadi. Men yangi kanal bo'lganim uchun har bir layk, har bir obuna juda ham muhim. Shuning uchun iltimos, mening mehnatimni qadrlagan holda bir marta layk bosib ketishingizni iltimos qilib qolardim va men bu videoni uchun kompyuterimdan naq 200 GB bo'sh joy ajratishimga to'g'ri keldi. Bilasizlar, kompyuterda video yozish juda ham qiyin va juda ham katta joy ketadi va men mana shu videoni qilish uchun naq soatlab o'tirishimga to'g'ri keladi va har kuni soat kechasi 12 gacha montaj qilishimga to'g'ri keladi, chunki kunduzi vaqt bo'lmaydi. Va endi mavzuga chuqurlashamiz va tabiatga qaraymiz. Tabiat naqadar chiroyli, a? Nima deb o'ylaysizlar? Kompyuterim manida enkayib, voydo deb baqiryapti. O'chir deyapti kompyuterim, to'g'risi. Ovozini ham eshityapman. Qochishni ko'ryapsizlarmi? Naq 32 chunk. Men kompyuterimda bu darajada qiynamaganman, to'g'risi. Aynan, ya'ni sizlar uchun qiynayapman kompyuterimda, o'ta shunday go'zallikni ko'rib olinglar deyapman. Men bundan keyin umuman shaderlar bilan o'ynayman, to'g'risi. Men shaderlar bilan o'ynashga qiziqmayman, faqatgina video uchun yozaman. Chunki shaderlar bilasizlar, umuman qiyin ish kompyuter uchun. Bo'lmasam xayr. Mana shu yerda men screenshot qilib qo'yay. Chiroyli manzara ekan.